uy tanlashda quruvchini backgroundi deydi, quruvchini o'sha tajribasini ko'rish eng muhim omil. Bizda endi kammi ko'pmi 8 yil qurdik, 20 dan ortiq domlarni qurdik. Qanaqadir o'zimizni tajribamiz bor. Qayerdadir qoqildik, qayerdadir cho'zildi, lekin biz bu narsalardan o'tdik. Xo'sh, Humo turar joy majmuasiga qarasak, biz bu yerni sotib olganimizda juda katta massivli qurilishlarni joyini sotib oldik. Biz 2024-yil qurilishni ikkinchi yarmidan boshlagan bo'lsak, boshlashimizdan oldin buzib, axlatlarni chiqarib, kotlavanlarni qazgancha bir 6 oycha vaqtimiz ketdi. Undan keyin aktivni qurilish boshlandi. 2026-yilning oxirida Humo turar joy majmuasini topshirish rejamiz bor. Ozgina cho'zilsa 2027-mart deb shartnomaga yozib beryapmiz. Xo'sh, lekin 3-blokimizni 2025-yilning oxirida topshirish rejamiz bor. Bu shartnomalarda 2026-ning oxiri, 2027-ning boshi deb yozilgan bo'lsa, 1 yil oldin topshirishga kelyapmiz. Ana har xil kontentlar qilyapmiz, ko'rilyapti. Birinchi blokimizni ham xudo xohlasa 2026-yilning ikkinchi yarmini boshlarida topshiramiz xudo xohlasa va umumiy binoni o'sha 2027-yilning boshida topshiramiz deb reja qilganmiz. Rejalarimizda ketyapti.